Bir kuni men onamga dedim o'zicha, o'ylab qo'ysang bo'ladi desam, balam aldırmaydi. Aldırma degani bilan shanba yakshanba et bayramni chiqarayotgan vaqtda 24 chirib qaptimi. Dadamga dedim, pittik sada xotin etpa dada deb mushvaqchi bir oyda bo'lib qoldi. O'ylab qo'ysang nima bo'ladi? To'y qilgan odam jang zaladi ekan. Ayolli it ayamda sang zaladi ekan. Öyaga adam pang zaladi ekan. Usuloynaga adam yang zaladi ekan. Menim o'ylab qo'ysang nimda desam, aldırmay to'ng. Aldırma degani bilan ermidin g'ushidagi ballama 24 chimay turib 2 dim bola solab bo'ladi deyman desam, aldırmay to balam, aldırmasam 3 bolasi va xotindim bir berib, hamman oldinga o'tkazib o'timi taqa. Bir kuni restoranni oldida tursam, bir og'inam kelib qoldi bu. Yangishada tug'an bola edi bu. Turib, "Voyda nima ish qilyapsiz?" dedi. Pipayilib, do'ngchilik, terilib, jo'ngchilik, yango'ylik, qo'ngshochilik, ma'qullik, lasuchilik qilyapman. Bu restoranning oldiga kelyapsan-ku. Mo'shadi biraylarni saqlamoqchi edim. Sen bu restoranning oldida turma sen dedi. Nima ish turmayman desam, sen o'gaymayapsan, kelib qaz baka mehmon qilsang 200 o'g'ri dumchisi deyman dedi. Bu restoran degan qanday joy dedi. Men dedim, so'kildab yurib, o'tildab chiqadigan joy. Bir kuni bir odam suv ichib ketib qoldi-da, bu odam umrida suv ichishni bilmaydi ekan, lekin til jihatda o'qib kelgan odam ekanda. Suv ichib ketib, grammatika qoida bo'yicha meni qizib olinglar. Va qo'shimcha deb hech kim kelmadi. Xanzuchi deb qo'ydi. Loshang, 6 manta 5 qo'shang, jominga deb hech kim kelmadi. Xanzuchi desam aqmidi. Qirg'izchi deb qo'ydi. Qutqizingda desa, mayandilab bir savoslardan beliq tutib turibdi ekan. İsip, kumava, 3 milletden tırnagangacha so'z ichigan sanchaqlar qo'ydi. Bir kuni onam bir denshayapsan dedi, ma'qul deb konika markalik televizordan birini 2000 so'mga chiqardimda, chiqib berib 15 kun ko'ra ko'may, yo'qoni boshqarishni bilmaydi. Ko'z og'rib ketganmi tang, balam bu denshin toza, men ko'ramayapman. Eng yaxshi kuchaning sopini yaxshi deb ekanman, radio apadi-da. Radyoni uyga chiqib shunda alashdim kelgan. Ta'sir. Qashqar xalq radio stansiyasiz. Qashqar xalq radio stansiyasiz. Cho'ngdan turib ketdi balam. Yer gap qiz xotini qo'shiq soldigan radioni chiqibsa emasmi?